Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men hozir Shveysariyaniki Lausanne degan shaharda Anvar Kerem Şerif akimizning uyida. Kerem Şerif akimiz 1986 yildan 1989 yilgacha Xitoyniki Pokiston turishliq elchixonasida 2 darajali kotib bo'lib ishlagan. Bu Pokistondagi elchixonada ishlash jarayonida Xitoylarniki Pokistonda o'rinlashtirgan maxsus tarbiyalagan josuslarniki josuslari Pokiston, Arab davlatlari, Turkiyadagi Uyg'urlar munosabatlik shunday muhim materiallarni Uyg'ur josus buni Xitoyniki Pokiston bosh elchixonasiga akirib mush akimizning qo'liga topshirib ekan shuni. Topshirgandan keyin bu akimiz o materiallar qarasa chet ellardagi milliy da'vo ishlarimiz intayin zarur bo'lgan nurg'unlagan mahfiyatliklar bo'lganligi uchun bu akimizniki vijdoni tuyg'usi bu Uyg'ur josusniki elchixonaga yetkazib bergan bu materiallarni bosh elchiga topshirib berishni bu akimizning vijdon g'ururi yo'l qo'ymay bu materiallarning hammasini o'zi tiqib qo'yib bir amalaq elchixonadan chiqib keyinsi Shveysariyaga panohlab yashab qolibdi. Kelganimizda 30 yilga yaqin bo'lib qolibdi. Bu akimizning ishlarini men ilgari anglagan 2008 yilda shu Jenevada Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida Xitoyniki Olimpiadasiga qarshi cho'ng namoyish bo'lganda shu joyda men kelgan namoyishga kelib mush akimizdan bir kurashmayman, kurashish fursati bo'lmagan. Bu qatim kurashdik. Bugun meni shu Lausanne shahridagi mashhur yerlarga olib cho'g'ilib ko'rsatdi. Shundaqla Lausanne kelishim bo'lgan, ya'ni 1923-yil Turkiyaniki siyosiy taqdiriga munosabatlik muhim qarorlar belgilangan ashyolar ko'rsatib nurg'un narsani yaxshi tushuntirgan qiladi. Ham gapni xulosasiga kelsak, bu akimizni men o'zimizniki millatiga bir tunishtirishni vijdoni burchim deb bildim. Chunki hozir chet ellarda ko'ryapmiz, Xitoylarga ishlayotgan Xitoy uchun axborot yo'llayotgan nurg'un Uyg'urlarimiz va boshqa nimalar bor. Endi ashundaq nimada bu akimizniki nima uchun endi shu Xitoyniki Pokiston elchixonasida shundaq huquq turib, qo'li niyasi yetadigan Xitoylar aktiv ishlagan bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda Xitoyning yuqori darajali bir yerlarda ishlab yuqori shon shuhrat mansablarga erishganligini bu akamiz bilib turib, yana o'ziniki vijdoni burchini ado qilish uchun ashunday narsalarni hammasidan voz kechib, Uyg'urlar o'ziniki fidokorligini amaliy xizmat bilan ifodalagan akamiz ekan. Shunga bu akimizga bir hurmatim bor. Shunga bu akimizning ish izlarini xalqimizga bildirish maqsadida men bu yerda bu akimizdan naq maydon suhbat olib boryapman. Bu akimizni so'zga taklif qilaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar bilan tanishganimga xursand bo'ldim. Yuzma-yuz ko'rishib, nurg'un temalar paranglashdik. Ilgari Pokiston elchisi ishlayotgan vaqtimiz nurg'un narsalarni deb berdingiz. Ana shu ekran orqali qarindoshlarimizga avval o'zingiz qisqa tanishtirasiz. Kerem Şerif Şihanzı tug'ilib, Şihanzı cho'ng bo'lgan. Kichkinta Xitoycha o'rganib, shu universitetgacha. Nerede o'qiyapsiz? Birinchi maktab boshlab Şihanzıdan andin. Ondan keyin Şinjan universitetida o'qidim. Nima kasb o'qiyapsiz? Til kasbida. Anvar Şerif akimiz kichikdan tortib Xitoycha o'qibdi, ya'ni Şihanzı cho'ng bo'lgan. Kim Sharq Turkiston universitetida til fakultetida inglizcha o'qibdi ekan. Bu akimiz ammo ingliz tili, fransuz, german tili shunda puxta ekan. Ana bu yerda 30 yillik chet el sargardonlik hayotidan Uyg'urlar jiq paranglash fursati bo'lmasmi, lekin Uyg'urchani yaxshi so'zlaydi ekan, bekkalqi ravon ishtiksiz gap qilmasmi, aslo gap qilgan yaxshi so'zlaydi ekan. Shunga qarindoshlarimizga to'g'ri tushunishni umid qilaman. O'zini xushchaqchaq, mehmondo'st, bugunda yaxshi obdan nim qilib kutib bizni tanishganimizga bir mamnun bir hol bo'ldik. Hamda ikkinchi nimamiz davomlashtirsak, siz Pokistonga qachon Xitoy elchixonasida ishlash, qachon chiqqandingiz, u yerda nima ishlar bo'lgan? Shu masalada biz anglagan ba'zi xabarlarni sizning o'zingizdan bir anglaylik. Men 1986-yili Xitoy tashqi ishlar ministridan men Pokiston Xitoy elchixonasiga yuborib, shu yerda ishlab
Mühimi şu Uygurlarnınki Pakistan tuğan Uygurlarni Xitay tarafga tartish şu işlardir. Yani chet ellik Uygurlarni Xitoy moyilligiga tortish. Tartish. Propaganda qilish. Siz hamda biz ilgari boshqalar orqali anglaganda hamda bu hakimiz şu 89 yilisi Pokistondagi Uyg'ur josuslar to'plagan materiallarni Xitoy elchixonasiga olib kelgan vaqtida bu shu Kerem Sherif bilan yani biz anilarmi qo'lga tushgan vaqtida anda bu materiallarni qimmatli material ekanligini bilib bundan Xitoyning bosh elchisi tiyib qolsa nurg'un Uyg'urlar yo'qib ketishdi. Türmede yetib qoldi. Turmada yetib ketdi va ta'sir va ta'sir bag'ishlanib nurg'un narsalar. Ash narsalarni ham sizga nima uchun Xitoy topshirib berganingiz kamida chunki qilayotgan xizmatingiz shu ham Pokistondagi. Sizning bu ro'yingiz endi haqiqatan har bir Uyg'urning uyunishiga arziydigan bir pedagolik jasorat ruh ekanda. Ash ruh sizga qanday keldi? Nima uchun ashuni topshirib bermisingiz? Belki hayatınız tehdit etişi mümkün sizinki. Xitoy bilib qolib qolsa shu zamonda Xitoyda nima qilasiz da turmushga kirasiz ya umr bo'yi nimangiz tugaydi, istiqbolingiz tugaydi. Undan keyin siz elchixonaga qochib chiqib boshqalarga kirib qolib qolsangiz, butun sizniki shunday yaxshi xizmat o'rningiz, hamma narsangiz vatanda ota-onangiz bor. Bularni ig'ir besim, bularni Xitoyniki nimasi qilib qolganligini bilib qildingizmi yoki qanday? Mushuni sizning o'z og'zingizdan bir anglaylik. Buni albatta bilib turmanda. Nimishka bu Uyg'ur jasus men bergan bu dokladni bostirib qo'yilmasa mening ichimda menvatgan qon Uyg'urning qani. Vatanim Sharq Turkiston. Shuning uchun menda bu o'zimning millatiga askichilik qilgan ishlar bo'lsa, buni qat'iy nima demak, qat'iy rad qilamiz. Rad qilmas. Yani vicdan tuyg'unuz sizniki ash Uyg'ur josuslarniki, ash bütün o'ziniki ash Uyg'ur josuslarning qanday qolgan Uyg'urning qani. U qanday Uyg'ur muhiti cho'g'ilgan, siz kichkina Xitoy cho'g'ilgan, sizning qaningizdan qolgan Uyg'ur qani, ona bo'lgan nafratingiz, shundaymi? O'zingizning millatiga bo'lgan so'ygingiz, o'zingizning millatiga kelgan qismatning texmi taqdirniki munosib muhim narsa bo'lg'achqa, ash qaron dalor nima qiliblarki, ash Xitoy elchixonasiga bermay buni yo'shirib qo'ydingiz. Ash josusning ilgari ishlarini bilamdingiz ham, o josusning ismini bor, ismini bilib olaylik uniki. İsmi bu 30 yil bo'ldi. Eminjon deb. Eminjon mi? Nalik u uniki? Urumchida ishlaydi, ancha tenga. Ancha. Hozir bormi o josus? Hozir bor. Onsam bo'ldi ularda Xitoy buni Malayziyaga yetibdi. Malayziyaga yetib shu yerga hozir shu yerda ba'zi Uyg'urlar bor, shu Uyg'urlarni qanday aktish, Xitoyga tutish şu işlerini qilayotgan. Hozircha bor degan gap. Endi sizga o Eminjon jasus shu materialni bergan vaqtda tunji qatimmi, ilgirmi u yana elchixonalarda materialni topshirgan, mana ishlarni nimadan bilamsiz? Tunji qatim. Tunji qatimmi? Tunji qatim. Endi uni sizga bergan vaqtida material ichi nima bor ekan? Ko'rganda buni ichi yozgan material bir 20 maraqqa yaqin. Buni ichida Pokistondagi hamma Uyg'urlarning ismi bor. Kim nima ish qildi, qayerda o'tirdi, kim bilan kim nima paranglashdi. Onun sirtida bu jasus yana Turkiyaga berib kelibdi. Turkiyadagi Uyg'urlarni ismlari bor. Turkiyadagi Uyg'ur nima association bor-ku. Jamiyatlar. Yani bundan ichida kim ishlayapti, nima ish qildi, shu ismlar hammasi bor. Shundan yani men Pokistonda o'qiyotgan yosh bolalar bor. O'zimning kichik o'g'limdek-ku. Ularning ismi bor, o bolalarni men yaxshi taniyman, o joyda yaxshi yordam qildim. Yani bu bola ishim ish qilmasa, o qilmagan ishni qo'shib, Xitoy o'zini yaxshi ko'rsatishuncha. Yani matematika kim Anda o'zimning g'ururi chidamay, biz Uyg'ur turib, yani Uyg'urni setish bunday ish bo'lmaydi. Deb buni tosmasak bo'lmaydi. Tosab shu yani materialni besib turib, yani Pokistonda Uyg'urlarga uqtirib, diqqat qilinglar, Eminjon degan jasusga. Desam, necha kundan keyin u qanday uning qulqiga tushdi. U Pokistondan Xunjrab orqali Qashqarga qochib ketibdi.
Siz aşniki casus ekanligini, qo'lingiz material tushgan bilgandan keyin o'sha Uyg'ur jamoatiga o'qiyotgan yo yashab Uyg'ur jamoatiga o'qitgansiz. Siz o'qitganlarniki kimlarga o'qitgandingiz, ularda qanday inkoslar kelgan? O'quvchilarning boshliqlari bordi, guruhning boshlig'i 70 necha o'quvchi bordi. O'sha qutlukda bir bol bor, u hozir Yaponiyada yashayapti. Endi qutlukni chaqirib, dokladning kopiyasini bergandim. Diqqat qilinglar mana shu piyonga. Anda yana boshqa ular qanday uchurlar keldi, atrofda Uyg'urlarning qanday inkoslar keldi. Endi bu qutluklar o'sha yosh kichik bolalar bo'lgandan keyin hani bu dokladni apırıp hamma bolalarni yig'ib o'sha Kerem ishlar bir dokladni berdi. Ya Kerem ishpiyonmi ya bizni hammasini bir qaqmoq nima? Bir nimaga turish. Hammasi bir nimaga elish qapqonmi Keremning yo hukumatning deb bu odam hukumat ishlayotgan deb. Josusning gapiga ishonmay sizni gumonlayotgan gapda xatlarnikini bu mustaqil bir qiltaqir bizni qiltaqir dasatmoqchi degandek. Bunu qanday sizib qoldingiz? Ana bu 3 kundan keyin bu Eminjon qochib ketgan gap. Ana o'quvchilar kelib mana dedi, yana o'sha qutlug. Qochib ketdi. Qanday qochib ketdi desam bu hamma bola o'qitagan to'qma raportni ko'rsatgan to'qlarga. Sen dedim nima ko'rsatsa bularni o'zing bir ish bilan o'qib ma hozir qilgan ishma bolalarni bir qutqizgan gap. Hozir hamma bolalar o'qitiringlar. Pokistonda qochib ketsin. Xitoylar kelib tutqichi deb. Ana shu xabarni bergandan bolalar Pokistondan qochib 70 necha bolamiz qochib ketdi. Payg'ambarlar boshqa yerga qochib ketdi. Boshqa yerga. Shunaqa siz 70 necha bolani chiqarishiga 72 sababchi bo'ldingiz, 72 bolani qutqazish uchun. Endi o'zim anda keyin bu Eminjon Urumchiga berib, endi bu xabarni ancha o'qitagandan keyin endi 11 oyning 4-kuni bosh elchi menga telefon berib, ishxonamga bir kirib kelsan deb. Endi kirsam nima ish desam, o'sha tashqi ishlar ministridan bir telegram keldi. Sinov uyani birisi doktor yetib qolibdi, kesildi. Yamanken at qaytib ketmasan. Qaytib ketib bir o'yinni bir ko'rib olsan deb. Ana shu chal o'yladimda bu Xitoyning bu o'yini ishlanib bo'lmaydi. Yani uyga telefon bersam, hech kim doktor emas. Shu chal bu Xitoy men ishlatgan, men tutmoqchi edi. Ana shu telefonni qo'yapman menda. Qarasam bu elchini üstlerin tepside bilet mi tayyaken ertesini ayırtman bildi. İp boğan gene. Yani bu Xitay'ın oyununu ve işlemeyen de özlem kaçı şu günler konsolxanadan kaçıp gittim. Elçixanadan. Elçixanadan kaçıp neye vardınız? Qanday qilib Shveysariyaga kelib qoldingiz? Elçixanadan chiqib Amerika elçixanadan tanışlar vardı. Yani ularga müşteri bo'ldi deb Yekayın hemen depregen ki burada da oldu biz Washington bilan aloqalashib o'chadi. Xabarni son beradi. Shu Amerika elchixonada bir 3-4 soat saqlab, endi Washingtondan xabar keldi. Hozir sen bir diplomat ekansan, seni hozir qabul qilsak bo'lmaydi. Endi nima qilsa kelar kapta Amerikaning ayliqi National Security Secretary deydi. Bexatarlik. Beijingga bormoqchi. 6-oyning 4-yiligi Beijing vaqa bo'lgandan keyin Beijing vaqa 80 o'chadi. Ishkilarning orlig'ida munosabat so'yib qolgandi. Bu da hozir seni olib qolsak, bizning sekretary bordi. Bu yaxshi vaqt emas. Deb ondan deganki bizim men uni tushuntirib olmadimcha, sinoma o'zingga qiyinchilik bo'lgan ekan deb. Endi UNHCRning ofisi bordi. Birlashgan Davlatlar ishxonasi. Shu aloqalashsam menda ular shu vaqtda qabul qilib endi chatoq yo'q deb. 4 kundan keyin
Shveysariyadan xabar keldi. Bizning davlat kasbida. Yani siz aşağıya Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın aşağı şahıs kirib başvurdunuz. Yani iltica siyasman aktiviteleriniz 4 gün qabul qilishini Shveysariyaga keldi. Ya Shveysariya qabul qildi deb Xitoyda Shveysariya oldigan bo'ldi shu yer borsan deb. Nimqa anda ma'qul deb nimqandi ekan bu Xitoy hukumati. Xitoy hukumati deb bu bizning diplomat buni qanday bo'lmasa tutib beringlar bizga deb Pokiston hukumatiga besim ishlatgan gap. Mana Pokiston hukumati hozir Xitoyning bir o'lkasi bo'lib qoldi shu Pokistonmi? Nima desa ma'qul deb qilib berdi. Pokiston hukumati meni rasmimni hammasini shu aerodrom parxod portlar qo'yib tinch chiqib bo'lmaydi. Qatnashmalarga. Andan bu Birleşken Devletler'le baş elçisi bilan ko'rishib hozir bu vaqtda sen chiqamaydigansan. Sen bir amal qilib bir yerda Pokiston bir yerda mekutdi. Hani biz yani besim ishiltimiz Pokiston hukumatiga. Deganda yani shundan qo'yib 75 kun bir yezida turib bir uyda. Bir uyim bir 10 bin family uy. Bir kunda bir vaqt tamoq ekib turdi. Shu uy egasi. Uy egasini ko'rib boqmadi ikkina to'pida bir to'shki bor. Shu to'shkini taqta o'g'anda biz men ochsam andaysi bir kunlik tamoqni berdi. Shu tamoqni yeb 75 kun. Endi 75 kun o'tgandan keyin Amerika davlati bilan Birleşken Devletler'le elçileri Pakistan'a nimalıqı besim işiltib bu bir diplomat bunu tutsa xalqaro law nima deydi? Xalqaro qonunga qarshi bo'lgan gap deb deganga Pokiston hukumati o'chadi Benazir Bhutto edi. Ana Benazir Bhutto bilan ularning hukumati bilan ular maxfiy so'zlashib endi Benazir Bhutto bo'ldi qo'yib o'tdi. Endi yana shu Pokiston maxfiy saqchisi shu aerodromda tutib aeroplanni tutib chiqarib qo'ydi. Shundan keyin Shveysariyaga kelib endi hozir Shveysariyada. Shveysariyaga kelgan vaqtimizda men yangi mazgil bilsam bizim chet elga chiqib yolg'iz yangi mazgilimiz kelganda vatanni otani urug' tuqqanlarni sig'inib g'oyi yig'ilgan yerlarimiz bor, ko'nglimizning yerim bo'lgan mazgillar bor. Endi siz bizni qirg'an vaqtida endi yuqori yerda ishlagan, qo'lingizda nurg'un imtiyozlar bor. Aşında xizmetini vaz keçib, bunda japalıqni tanlagan vaqtimizda ba'zi vaqtlarda adam ko'ngli yerimni qolgan vaqtida bir xil yolg'izchilikda, musofirchilikda adam nima qilgandim men deb adam nima qoldigan his-tuyg'um kelib qoldingizmi? Yo'q. Qat'iy kelib. Yo'q, qat'iy. O'zimning militär qilgan yaxshilik. Uni o'ylasam men meyada oldi kelganda til o'qimagan ekan. Aşxanalarda ishlab, nima shu chaqras burunqi turmushim qaraganda elchixonada bu o'xshamaydi. Shunday qilgan. Aşxanaga qochib yurgan gap amin qilsizlar o'shanda. Nimishmi bunda yo'qman, uni o'ylab boqmadim. Nimasi bu birinchi bo'lib Xitoydan qutuldim. Ikkinchisi bizning o'zimning millat uchun azroq ish qildim. Bir 70 bolalarni qutqizdim. Qutqizmadingiz, cho'nib fidokorlik ko'rsatdingizda. Endi bu yerga kelgandan keyin endi o'qidingizmi? Bu yerga kelgandan keyin yana Lozan Üniversitesi'de bir master'da birini o'qib. Tabii ki master japalık turmuşda yana magistrlik bitirib o'qidingiz. O'qib ondan keyin o'zim bir shirkat ochib, ana o'sha shirkat ochib ondan keyin yani ikki cho'ng xalqaro shirkat bor. Ana ular meni chaqirib u yerda ishlab, birisi O'rusniki, birisi Amerikaniki. Shu ishlab yuribman. Hozir bir shirkat ishlatamiz. Hozir shu ishlab hozir nima bu shirkatda men savdo elish raw materials. Shuni boshqarmaydi aydimda. Yaxshi. Bu sizni qarab bir xil faxrlandim. Sizning bir ro'yingiz meni ta'sir qildi. Shunga bilgan chet eldagi Uyg'urlar bilan bir tunishtiray. Ba'zi Uyg'urlar bilgan bilan nurg'un Uyg'urlarni tanimaydi, bilmaydi hamda. Nurg'un qarindoshlarimiz va kichikgina nimimizdan shaxsiy manfaatimizdan kechirmay endi har xil maktab bitmasa taqtilgan
siyasi tashkilotning adamlarning obrazini tushirdigan, tashkilotlar o'rtasida ixtilof qildigan nurg'un etimiz ko'radi to'r dunyosida hamda. Mushta mezgilda biz sizlar bir suhbat o'tkazish orqali sizni ham o'shanda o'zingizning butun bir shaxsiy imtiyozning butun narsani hammasidan voz kechib, butun bir millatning xizmati uchun yana shu 70 odamni qo'g'dab qilishlik bir fidokorlik ro'yingizni har bir Uyg'ur o'rgansa bo'ldi ekan deb buni ham qilib qoldim. Balki 70 necha Uyg'ur ketib ketayotgan Uyg'urlar har qatim sizni ko'rgan vaqtida ayında xo'shib ketganda nurg'un Uyg'ur Pokiston tutib ketib qoldi Xitoylar. Nurg'unlik turmada o'ylab ketdi. Biz bilyapmiz, hozir Pokiston Xitoyning bir o'lkasida kelib qoldi hisobda hamda. Hamda shu Uyg'urlar har qatim nima qilib qolsa o'zim shu Pokiston bilan yashagan nurg'un qarindosh tutib ketdi Xitoylarga. Uni qarab o'zi baxtli ham chet elda yashayotgan shu Uyg'urlar har qatim sizni ko'rsa hurmat qiladi hamda shu akimiz yo'qni qilmagan bo'lsa biz nima kunni kiragan bo'lg'aydiq deb. Mana hozir men dedim Allohning ko'zi bor mana. Men qochib ketib bu yerga kelib oldida bu turmush qiyin. Endi Allohning ko'zi bo'lgandan keyin mana manchak odamlar qutulibsa o'zining millatiga yaxshi ishlabsa deb mana hozir shunday yaxshi yaxshi ko'rdik. Yo'g'on ishtirning oldiga rasa deb mana yali ekan, uy yo'g'on ekanda, o'ylanlarga nimalar ekan. Vatanning kava, nurg'un sayko'ktatlarni terib, shunlar biz mehmon qildi yaxshi, nima qildi, işte xo'sh bo'ldik. O'zimlar mehmon do'st chiqishga xo'shib ketdik bu bizni hamda. Uning ustiga bu yerga kelgan ba'zan fransuz chiqargan gazetlar va o gazetlarda ba'zi muxbirlar bilan qilgan suhbatlari, akan Uyg'urning davolarini anglatib, shu gazetlarga chiqqan nurg'un xabarlar va uni ko'rdim. Kirib texnik xo'shib qoldim, hurmatim kelib qoldi hamda nurg'un xabarlar unda Uyg'urning siyasi davalardan qaçıp ketayotgan Uyg'urlarni ko'ramiz hamda. Buni qarqar bu hakimiz o'z yolg'iz mishal bo'lsin, Uyg'ur bo'lmasmi, lekin yana qo'ldan keladigan shu siyosatlarni kagil turibdi. Endi hozir anglasam siz Dunyo Uyg'ur qurultayiniki shu Janvadagi birlashgan tashkilotda turishdik. Vakil ekan, shundaqla Yevropa ittifoqi deb ekanda, hamda bu xizmatlarni qanday bu xizmatlarni davom qilishni nima qildingiz? O'zingizga bu xizmatlar qilish jarayonida yana o'zingiz qanday natijalarni qo'lga keltirdingiz? Yani bundan keyin qanday planlaringiz bormi? Planlaringizni anglab boqaylik. Yo'q, bu xizmatning muhim. Nimasi mas jiq cho'nliqi yig'inlar bo'ldi Jeneva darajalar. 4 qatim ichildi inson huquqi BDTniki. Shu yerda berib muhim odamlarga ko'rishib, mana shu Uyg'urlarning hozirgi qilayotgan ahvollarni tanishtirib, diplomatlarga uqtirib, nima qilyapmiz? Hozir meni yangi plan bir NGO açmoqchi Jenevada. NGO buning ismi Prevention of Genocide in China. Bu nima deydi Uyg'urcha? Genocide'ni to'xtatish. O'zlariga etnik qirg'inchilikni to'xtatish. Etnik qirg'inchilikni to'xtatish bir nimasi ko'rmoqchi bo'lasiz. Shuni adam deb bo'ldim muxbirlar bilan ular qatnashishni istaydi. Shu ish qilyapmiz. Shu ish qilyapmiz. Qachonroq uni bir ishada bir ishxona quramiz endi Janvada. Hozir ishxona machi hozir connected media bo'lgandan keyin hozir ishxona machi muhim emas. Oldida ishxona tutmaymiz hozir. Ishxona hozir oldida tutmaymiz. Hozir shu muxbirlarning nimasi ishlab boshlagan information berib shu ishlarni. Endi siz hozir mush to'r dunyosida bo'layotgan ahvollarni ko'ryapsiz. Bir-birini jasos, ishpiyon, bu deb Xitoy qo'ygan nafratini, Xitoy qo'ygan g'azbini, ash Xitoyning dastidamiz chatlarda sarson sargardon bo'layotgan mushnimiz unutib qolib, bir-birini ishpiyon, bir-birini jasos deb, bir-birini uyan silayotgan butun diqqatni Uyg'urlar bir-biriga qaratib qo'yayotgan bu ishlar qarta nima deysiz? Deyilgan qanday gapingiz bor? Bu biz bir Uyg'ur, qanimiz bir, dinimiz bir, davlatimiz bir. Buni unutib bo'lmaydi. Hamma millat bor. O'zaro bir so'zliyatlar. Afg'oniston o'tirishdim bor. Mana Fukan barkan men buni urib qo'ysam bu degan bu klipni o'taman. Bu deydi meni akam ekan. Shu
Şunu unutup kalmay, Xitay qanchalik yaqin, Xitay yaxshi ko'raman deb ba'zi odamlar Xitoy ishlaricha. Sen qancha yaxshi ko'rsanmi, Xitoy seni yana bizning odam deb topmaydi. Baribir seni tugitadi. Uyg'urni tugitib olib seni tugitadi. Hozir ko'ryapmizda mana Sodiq Shiratqa Uyg'urnimi 200-ningcha milliy maydon aniq emas. Nemisini maslava deganda har xil batlamlar o'tirib tugak nim qilyaptilar. Bundan keyin shunga hammamiz yana shu Xitoy dushman tutish, boshqa Uyg'urdan dushman tutmashdan o'zimizning qarindishi. Hozirroq bir ziddiyatga kelib qolsak-mi? O'zimizning aka ina singillarimiz. Ammo gapingizning nati Jenova obdan biz ta'sir qildi. To'g'ri dunyosida bo'layotgan qarindoshlarimiz o'sha narsani anglab, bu Xitoy tillaydigan Xitoyning nimalarini ochadigan ishlarni ko'proq qilib, Uyg'urlar o'rtasidagi ziddiyatga o'zimizning zehnini, qo'llimizni ufratmasak. Shundaymi bu narsalarni? Rahmat amsa va azroq hammadan azroq ish qilib oldi-cha, bir uyni, biroq uyni qo'shtirib chiqilib olmaydi. Bir siklib bir pishishni akpasa, u asta-asta tutadi. Shuning uchun ish yoshda bo'lgan gap. Ish ko'plikda, kuch birlikda deb shundaymi? Rahmat Kiravaka degandan yaxshi obdan suhbat deb berdingiz. Menmuallik muxbir emas, biz jihat qilganga bir sizlarga paranglashib, sizning olgan ta'sirotini ekranda qarindoshlarga so'zlash, shundaqla sizni tanımaygan nurg'un qarindoshlarimiz bor, sizning ishlaringizni, qilayotgan xizmatlaringizda. Mushning bilan bir turishtirish maqsadida bu qisqacha bir suhbatni qildik. Sizga ko'p rahmat deganimizni hali yana bir ko'rsatib, jiq narsani so'zlab nurg'un narsalardan bizda ilhom olishimizga sabab bo'lib qoldingiz. Endi sizningki to'g'ri dunyosidagi oldi qarindoshlarda, masalan, hozir oldimizda bir yana bir proyektni boshlaydi ekansizda, ham etnik qirg'inchilikka qarshi bir narsalarda. Endi bunga masalan nurg'un materiallar ketishi mumkin. O'zingiz yolg'izonki ba'zi qarindoshlarning sizga yordam qilishi mumkin degandek. Bu jihatda to'g'ri dunyosidagi va ikromli qarindoshlarga bir qilgan gapingiz bormi buni? Mesela o'zingiz yolg'iz olib ketamsiz yoki bunday bir narsalarga? Bu asosda yo'g'onaydi. Yo'g'onaydi. Yo'g'onaydigan siz atrofingizda odam to'playdigan, sizga bir yo'lak qiladigan odamlar ehtiyojingiz bor, shundaymi? Bundan yana to'g'ri oldi ekran oldi qarindoshlardan yordam so'raysiz. Yardım so'raydigan yardım pul so'ramayman. Boshqa nima so'ramayman. Shu keyin mening shu information to'g'ri chiqib qolsa, shuni o'zinglarning odamlarga taqtish yo'lini qo'ysin. Bu akimiz deydi bana patyaqında şu Facebook'ta başkanlardan açıdken hesap edip muş hizmetlerini kıldıkken, muş hizmetlerini kılış jarayonida bana kerakli materiallar o'qib qolsa, hamkorlashsa, bo'lmasa menlar teşvik qilib qo'ysa deydi. Boshqa o'zingizning yana so'raydigan boshqa savol bir o'zimni narsani anglab boqsaq bo'ldi deydigan o'qib qolsa, men qaytib borgandan keyin bu akimiz to'g'risida yana bir narsalarni yozish o'yim bor. Shu chog'da keyin bu akimizning adres nimalarni so'ragan qardaşlar hozir deb bersak bo'ladi. Şunçka bugungi suhbatimiz hozircha mishada tugdi. Rahmat ekranda anglagan qarindoshlarga, shunday ham sizga ko'p rahmat. Rahmat. Rahmat.